Assalamu alaykum, hörmətli savoqdaşlar. Tayyibə dərsxanamıza xoş gəldinizlər. Biz bugün Mədxəl iləl fiqh İslami degan dərslikimizning 8-ci dərsini oxuymiz. Əmdi bizning bugün oxuyduğumuz məzhəb tutuş haqqındakı ittifoq kelgan o'rin. Ya'ni bu məzhəb tutuşda, məzhəbçilikdə olimlar o'tirisida ittifoq kelgan, meyli to'g'ri olsun, meyli xato olsun, ittifoq kelgan masalalar va bu haqda to'xtalamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Mahallul ittifaq fi mas'alati tamazhub. Mazhab tutishga ittifoq kelgan o'rin. Birinchisi qaysi degan chaqda zammut ta'assub. Mazhab tutishda meli biz Hanafi mazhab bo'layli, meli Hanbali mazhab bo'layli, qaysi mazhabdan bo'layli, ta'assub qilish xato. Ta'assub qilishgan qanday bo'ldi desa, bi muvalatil inson man hum ala mazhabihi. O'zining mazhabidagi kishilarni do'st tutish va muadatu atba' mazhabil ukhra. Başqa mazhabning agashchilarini dushman tutish. Mana bu ta'assubiyat. Mana bu ittifoq holatda, olimlar birdek holatda buni xato, harom deb qaraydi. İkincisi, qabul vujudul mazahibul fiqhiyatil arba'a. 4 mazhabninki, 4 fiqhi mazhabning borligini qabul qilish. Va adam ad-da'va ila ilgha'iha va tarki kutubiha. Va u 4 mazhabni amaldan qoldirishga chaqirmaslik va kitoblarni amaldan qoldirishga chaqirmaslik. Bu ittifoq kelgan o'rin. Ba'zi kishilar bor, o fiqh o'qamdi, qo'y o'tib mazhabini, o mazhabning kitoblarini qo'y deydigan. Bu intayin ilmsizlik, shundaqla ilimsizlik, xato bo'lgan fikr. Bu 4 mazhab biz ilgirki darslarda so'zlagandek, hammasi sahobalarga ilm jihati tutishadigan sahobalarning o'quvchilari. Sahobalar kimning o'quvchilari? Payg'ambarimizning o'quvchilari. Biz ilgirki darsimizda dedik, Alloh taolo ma'lum sabablar orqali dinni saqlab qoladi. Abu Bakr va Usmon radhiyallohu anhular orqali Qur'onni saqlab qolgan bo'lsa, Imom Buxoriy, Imom Muslimlarga o'xshash muhaddislar orqali hadislarni saqlab qolgan. Shuningdek, Imom Azam, Imom Ahmad Hanbal, Imom Malik, Imom Shofiy o'xshash olimlar orqali fiqhni saqlab qilish orqali bizning shariatimizga qada qilgan, saqlab qolgan, taraqqiy qildirgan deymiz. Bu 4 mazhab imomlarini musulmonlar qabul qilgan. Buni tashlashga bo'lmaydi, ularning kitoblarini tashlashga, chaqirishga bo'lmaydi. Biz buning sababini ilgirki darsimizda so'zlab bo'ldik. Al-mutamazzhib idza balagha rutbat al-ijtihad va khalafa mazhab imamihi lirujhani ghayrihi faqat ahsan deydi. Mazhab tutgan odam agar ijtihad martabasiga yetsa va imomining mazhabiga qarshilashsa, nimishqa lirujhani ghayrihi boshqa bir dalilni kuchli deb qarag'anlik uchun faqat ahsan. Bu to'g'ri. Güzel ish qilgan bo'ladi. Ya'ni bir olim ijtihad martabasiga yetgan bo'lsa, ijtihad martabasiga yetib, shu mazhabning imomi degan qarashdan boshqa bir qarashni to'g'ri deb qaragan bo'lsa, ya'ni uning dalili bo'lsa, dalilni kuchli deb qarasa, o imomi degan qarashdan boshqasiga chiqsa bo'ladi. Shart shu odamningki ijtihad darajasiga yetgan bo'lishi kerak. Siz men emas. Xuddi Imom Abu Yusuf o'xshash mujtahidlar bizning imomga qarshilasa bo'laveradi. Chunki u ijtihad. Masalan, Imom Abu Yusuf, Abu Hanifaninki o'quvchisi ustoz Imom Azam Abu Hanifiga 3 dan 2 masalada Imom Abu Hanifa chiqargan barliq masalalarning 3 dan 2 qismida qarshilashgan deb qaraladi. Bu to'g'ri. Shart ijtihad martabasiga yetish kerak. O say arab tilini o'rgangan, azroq hadis o'qigan, azroq fiqh o'qigan odam nahnu rijal, hum rijal, yoki hum rijal va nahnu rijal. Ulama adam, bizmi adam. Ulama Qur'on hadisini deydi, bizmi Qur'on hadisini desak bo'laveradi uni. Deyish bu ilimsizlik. Oldin o'qi, shular o'xshab bir olim bo'l. Undan keyin sanma hum rijal va nahnu rijal de. Bu haqiqiy bir ilmiylik bo'ladi. Ondan keyin qabulut tamazhub بمعنى التخرج على مدرسة فقهية أصولية مع العناية بالدليل وطلب الراجح. أمدي مذهب tutquchininki kuchlikni talab qilish, dalilga ko'ngil bilish bilan birga usuliy fiqhiy maktabida taxarruj bitirishni qabul qilish. Ya'ni
Qubul tamazzub. Bir mazhabni qubul qilish bima'na taxarruj. O'qish bitirish bir fiqhiy usuliy maktabida ma'al inaya bid-dalil va talab ar-rajih. Dalilga ko'ngil bilish va to'g'rini talab qilish bilan. Masalan demoqchi bo'lgani, biz hukmlarni elish uchun bir mazhabda yetishsak bo'ladi. Bir odam men bu Hanafiy mazhabida yetishib chiqaman desa, uni qabul qilamiz. To'g'ri. Amaliyotda bu nurg'unlagan cho'ng olimlar bir mazhabda yetishib chiqqan. O'quvchilardagi eng cho'ng xatolik nima desam, tunji boshlagan o'quvchilardagi biz 4 mazhabning hammasini o'qiymiz deb tunji qatim fiqh muqarana o'qiydi. Ya'ni 4 mazhabning hammasining fikr so'zlangan kitobni o'qiydi. Bu fiqh o'quvchilarga eng cho'ng xatolik. Oldi bilan bir mazhabningki fiqhisini o'qish kerak. Buni kallas qana qildi, o'ynaydi. Undan keyin shu mazhabdagi tafsiliy fiqhni o'qish kerak. Shu mazhabning fiqhisiga pishib bo'lgandan keyin undan keyin muqarran fiqhlarni o'qish kerak. Ammo bir mazhabda taharrujlab o'qish bitirib chiqsa bo'ladi. Masalan, İmam Nevevi Şafii mazhabida pishib chiqqan odam, Ibn Taymiya Hanbali mazhabida pishib chiqqan odam, Izzuddin Abdusalam Şafii mazhabida pishib chiqqan odam, İmam Kasai Hanafiy mazhabida pishib chiqqan odam. Ilgirki olimlarga qarasaqmi, har birininki qarab baqsaq, bir mazhabda qanday qilgan yetishib chiqqan. Asli yo'lim shu. Dalilga ahamiyat berish kerak va qaysi kuchlik deb buning bo'yicha ahamiyat berish kerak. Javoz أخذ المتمذهب بقول إمامه ناسبا له إلى إمامه مع قناعته برجحانه بعد نظره في الأدلة الأقوال. Mazhab tutqushininki imamining so'zini u imamiga nisbat berib turib, qanoatihi birjihani, uning qanoat qilib ulab dalillardagi so'zlarninki dalillarga qarab bo'lgandan keyin qanoat qilgandan keyin imamining so'zini imamiga yo'labchi osi bo'ladi. Masalan, Imom Abu Hanifa bunda degan desak bo'laveradi. Biz uning dalilini ko'p bilamiz, izlanib ko'raglik. İmam Azam bunda deydi, İmam Abu Hanifa bunda deydi desa, qala Rasululloh, qala Allah desangiz hisob. Deyish bu bir ilmiysizlik. Chunki İmam Abu Hanifa shu qala Rasululloh, qala Allah deb qanday qilgan hukm qilgan. Ya'ni bir mazhab tutgan odam Abu Hanifa bunda degan deyish shu to'g'ri. Bu xuddi Qur'onda dalil qilmagandek, bir insonning so'zi dalil qilgandek ko'rinib qolsa, bu bo'lmaydi. Unda deganlik bo'lmaydi. İmam Abu Hanifa bo'yicha shu Qur'ondan hadisdan-chu hukm olgan. Mana bu mazhab tutish masalasidagi ittifoq kelgan o'rinlar. Endi mazhab tutishga bo'lgan qarash qanday bo'ldi? Ya'ni bir odamningki bir mazhab tutishi vojibmi yoki ixtiyormi desa, bunda bir qancha xil ko'z qarashlar bor. Birinchisi vojib deydigan ko'z qarash. İtticoh ijobut mazhab. Bir mazhab tutishni vojib deydigan qarash. Buningda mutaakhirin, keyin kelgan olimlarning ko'p sonliq shunda qaraydi. Bir odam bir mazhabni tutishi kerak. Bir mazhabni tutishi kerak. Nima ish qiladigan chaqda bu ixtilofning oldini oladi. Bir odam qo'pib, men mazhab tutmayman. Men Qur'on, hadisdan hukm olaman deydi shundaqmi? Demak, Qur'on, hadisdan hukm oladi hamma odam. Qur'onda aniq bor. Aniq hukmi bor masalada ixtilof chiqmaydi. Qur'onda aniq hukmi yo'q. Ijtihod qilishga, izlanishga tegishli masalalarda men bir xil hukm olaman, u bir xil hukm oladi, bu bir xil hukm oladi. 4 mazhabga eslagan vaqtimizda 400 ming mazhab shakllanadi. Shuning uchun bir qism olimlar deydi, bir mazhab tutish vojib deydi. Qala Sheyx Muhammad Amin Shinqiti, deydi Muhammad Amin Shinqiti, mutaakhirul usuliyyin, usul olimlarninki keyin kelgan olimlardan min jami'al mazahib, hamma mazhablarning ulamolari deydi, mutabbiquna kulluhum ala wujubihi. Hammasi bir mazhab tutishning vojibligiga ittifoq deydi. Am ikkinchi ko'z qarash, bir mazhab tutish ibah, ya'ni to'g'ri, vojib emas deydi. Bu ko'p sonliq olimlarning ko'z qarashi. Deydi Qodi Iyad, vaqa ijma'ul muslimin ala itba'ihim va durus mazahibihim. Ya'ni to'g'ri. Chuqur bir mazhabni tutish vojib emas. Boshqa mazhabni tutsa bo'laveradi deydi. Bu ko'p sonliq olimlarning ko'z qarashi. Ammo bu yerda diqqat qilish kerak bir masala. U qaysi desa, osonchilik izlab
Hele o mezhep, bile bu mezhepke ötüş. Bu tetabbu'ur ruhsa deb ataladi. Yani ruhsat izleş. Bu münafıklıkның alameti. Bir adam xas ruhsatlam izlep mezhep almazsa, ma iş palani mezhepte asanken, ma iş palani mezhepte asanken deb to'rt mezhepning eng asan taraflarini jo'g'lasa, u odamda yomonlikning hammasi to'plangan bo'ladi. Shunga deydi, "Men tatabba'ar ruhas faqat tazandaqa." Kimki menda asayani izlasa, zindiq, munofiqlab ketadi deydi olimlar. Masalan, nikoh masalasida Hanefi mezhepte veli şart emas. Unda olsa ben bu nikoh masalasida şu veli masalasida Hanefi'ni tuttum. Veli ketmedi. İmam Malik'nin mezhebide guvat şart emas. Ben meselede Malik'nin mezhebini tuttum. Hanbali mezhepte ilan qilish şart emas. Bu meselede Hanbali'ni tuttum deb velisiz, guvatsiz, ilansız to'yni qilsa, bu to'g'ri emas. Bir meselede cho'qim bir mezhebni tutish kerak. Bu ruxsat izlaganlik bo'ladi. Dedi İbn Hubayra to'rt mezhebni sifatlab, ummat ittifoq keldi, ularning hammasiga amal qilishning to'g'ri ekanligiga deydi. Hammasiga amal qilsaqchi bo'ladi. Ammo bir meselede bayatni degandek hamma mezhebga silish qolmaydi. Bir mesele, men bu meselede Hanefi deb ayrim bilek bir meselede boshqa mazhabni tutsa bo'ladi. Qanday vaqtda uning dalili kuchliroq ekan, va haqiqatga yaqinroq ekan deb qaragan vaqtimizda. Oson ekan deb emas. Dedi İbn Farhun vaqa'a ijma'un nas ala taqlidihim. O mazhablarga taqlid qilishga kishilarning ijma'i keldi. Tushdi. Va ittifaqul ulama ala itba'ihim va iqtida'i bi madhahibihim va durus kutubihim va ittafaqu ala ma'khizihim deydi. Olimlar ularga ergishish, ularga mazhablarga iqtido qilish, kitoblarini darslik qilish va ularningki mazhablari ustiga faqihulashqa ittifoq keldi deydi. Ma'u hamma mazhab qanday qilsak ergashsak bo'ladi deydigan ko'z qarash. An mazhab tutishni xato deb qaraydigan bir xil qarashlar bor. Bu zohiriylar, asosliq zohiriylar shunday qaraydi. Dedi İbn Hazmi فليعلم bilsun men akhadha bi jami'i qawli Abi Hanife aw bi jami'i qawli Malik aw bi jami'i qawli Şafii aw jami'i qawli Ahmed mimmen yetemakkanu minan nazar ennehu qad khalafa icma'ul umma. Bilib qo'ysun qanday adam Abu Hanifening hamma gaplarini yoki Malikning yoki Shafiining yoki Ahmad Hanbalning hamma gaplarini olsa, u icma qarshi kelgan bo'ldi deydi. Bu yerda bir shart baqaranglar. Mimmen yetemakkanu minan nazar. U hukm olalaydigan kishilarga demakchi bu gapni. Asli hukm olalaydigan kishilar hamma gapni agishi bu to'g'ri emas. Ammo mujtahid dars ketmagan kishilar agishi kerak. Ammo uchinchi ko'z qarash eng ojiz ko'z qarash, buningga ilishqi bo'lmaydi. Buningdagi eng ko'p sonli ulamolarningki va o'tirhal yo'l to'g'ri. Mazhablarga ergishish to'g'ri. Bir meselede bir mazhabga ergishish kerak, ammo to'rt mazhabning hammasiga ergashsak-chu bo'ladi. Ammo ixtilofning oldini olish uchun bizning rayonimiz, yashayotgan jamiyatimiz qaysi mazhabni tutgan bo'lsa, shu mazhabga ergashishimiz lozim. Bir kishilar chiqdi shunda. Biz mazhabga ergashmaymiz, biz Qur'on, hadisga ergashamiz biz deb. Qarmoqday to'g'ridek gap. Amaliyotda bu intayin xato gap. Nima uchun? Mazhab bo'lgan shu İmam Ahmad, shu İmam Abu Hanifalar Qur'onga ergashmaganmi? Kimning o'quvchilari ular? Sahobalar, tabiinlar, tabiinlarning o'quvchilari ular. Unda siz kim? Ular shu Qur'ondan olgan hukmi avo. Siz o'zingizning Qur'ondan olgan hukmini ashlarga tanqamoqchimi? Ashlarning hukmiga tanqamoqchimi? Yoki bunday deyish mumkin. Biz Qur'on hadisdan bevosita hukm olgan, mazhabga ergashmagan olimlarga ergashamiz deyish mumkin. Ya Usayminga ergashamiz, ya Bin Bazga ergashamiz deyish mumkin. O o'xshashlar yana ergashgan bo'ladi. Yana bir mazhab tutgan bo'ladi. To'rt mazhablarningki imomlarga ergashmay, ya Ahmad ya Bin Bazga, ya Usayminga, ya Qarzaviga, ya boshqa birchi muasir olimlardan biriga ergashgan bo'ladi. Yana o'xshashlar taqlid qildi. Taqlid qilishni so'kab turib, yana taqlid qiladi. Shunday ekan. Endi bugungi darsimizningki oxirgi mazmuni bu olimlar nima ishga ixtiloflashgan?
Biz buni ilgirki derslerimizde to'xtaldik. Bugun ixcham o'tib ketamiz. Nima to'rt mazhab bo'lib qolgan. Bu ixtilofning 5 nerede başlangan? Biz 5 degandek sahabalarning davri boshlangan. Bu nima uchun ixtiloflashdi bular? Qur'on bir emasmi? Hadis bir emasmi? Bir. Unda nima uchun ixtiloflashdi? 5'den kelamiz. İxtilof nerede başlandı? Sahabalarning davrida. Hatta Resulullahning davrida başlandı. Qanday başlandı? Yani Resulullah ba vaqt emas, sahabalar Resulullah yo'q vaqtda yoki safar ustidagi vaqtda qanday qildi? Ixtiloflashib qoldi. Masalan, bir sahabi, yana bir sahabi bilan safarga chiqib qoldi. Su yo'q, qanday qildi? Tayammum qildi. Ikkilisi tayammum qilib namoz o'qidi. Azroq vaqt o'tgandan keyin suvoya kelib qoldi. Birisi tahorat qilib, bayatdan tayammum qilib o'qigan namozda qayta o'qidi. Yana birisi men o'qib bo'ldim, hisob osho deb o'qimadi. Ikkilisi Rasulullohning qarshi keldi. Rasululloh xato dedimi? Yo'q, ikkilisini xato demadi. Demak, sahabalarmi Rasululloh huzurda bo'lmagan vaqtda qanday qilishgan? Ixtiloflashgan. Endi bu yerda ixtilof nereden kelib chiqqan desa, ularningki tushunchasidagi ixtilof. Masalan, endi bir misolga kelsak, Rasululloh sahabalarni Bani Qurayzaga yo'llagan vaqtida, Bani Qurayza degan o'ringa yo'llagan vaqtida, sizlar namozni shu Bani Qurayzaga ko'rib o'qinglar dedi. Asr namozni Bani Qurayzaga ko'rib o'qinglar dedi. Bani Qurayzaga bormay turib, namozning vaqti kirib qoldi. Endi sahabalar bu yerda ixtiloflashdi. Bir bilik sahabalar Rasululloh Bani Qurayzaga berib o'qinglar dedi. Biz Bani Qurayzaga berib o'qiymiz dedi. Yana bir bilik sahabalar Resulullah'ın sözünden bo'lgan maqsad bizni tezroq minglar demakchi deb Resulullah'ın sözünün ruhini tuttu. Demek sahabalar ixtiloflashdimi? Ixtiloflashdi. Sabab nima bo'ldi? Tushunish. Hadis bir, Qur'on bir. Demek ixtilof nerede paydo bo'ldi ekan? Tushunishdi. Demek ixtilofning 5 nerede paydo bo'lgan? Sahabalardan. Sahabalarning 5 zamonasidan boshlangan. Shunga bu ixtilof desak, kallamiz mujrida bo'lmasin. Bu ixtilofning bo'lishi tabiiy. Sahabalarning davrida çok bo'ldi. Chunki bir odamning tushunchasi yana bir odamga o'xshamaydi. Bu to'g'ri muomala qilishimiz kerak. Sabablari hamda biz buning sabablarini tafsiliy to'xtalamiz. Birinchisi al-xilaf fi thubut ad-dalil wal istidlal bih. Delilninki sabit bo'lishi, ya'ni sahih yoki ishonchlik bo'lmasligi va uni dalil qilish va qilmaslikda ixtilof yuz bergan. Masalan, adam bulug'i dalil alim. Bir alim bir meselede hüküm çıkardı. Yani bir alim onun karşısına çıkardı. Demek ixtilaf yüz verdi mi? Nima uchun? Çünkü ma alim bir hadis var. Şu hadisga asosan hüküm kıldı. Yani bir alim o haqiqiy hadis o alime qada qilmadi, yetmedi, o'zi ijtihad qildi. Ijtihad qildi, şuna onun o'xshamaydigan hüküm çıktı. Demek ma'lum alimlarga delil yetmaganligi uchun qada qilgan bu yerda ixtilof kelib chiqqan. Masalan, İbn Iroqqa borgan sahoba qaysi? İbn Mas'ud. Faqat İbn Mas'ud bir sahoba. Iroqda qanday qilgan? Fiqh mazhab shakllantirgan. Bu İbn Mas'ud Rasululloh degan hadisdan hammani bilamdi. Hammani bilishi mumkinmi? Bir sahobaninki payg'ambarlar 23 yil hayotida degan hadisni hammani bilishi mumkinmi? Yo'q. Balki bilmasligi mumkin ba'zi hadislarni. U vaqtda ijtihod qilgan bo'lishi mumkin. Demak, ixtilofning birinchi sababi ba'zi olimlarga ba'zi hadislarni qanday qilmasligi yetmasligi. İkincisi, alimning nazarida delilning sabit olmasligi. Bir alimga bir hadis yetdi, lekin u hadis qanday emas? Ishonchlik emas. Ishonchlik emas. Masalan, Hanbali mazhabida tirini oshlagandan keyin mo poklanmaydi. Ya'ni o'lik qo'yning tirisi, o'zulab qolgan qo'yning tirisini oshlasak-mı qanday qilmaydi? Poklanmaydi. O'zulab qolgan qo'yning tirisini. Ama Peygamber Aleyhisselam'daki her qandaq tire ashlansa pakuludu degan hadisni bilmedimi o yoki yetmedimi o hadis desa, tamamen yetti. O hadisni biladi İmam Ahmad Hanbal. Ondan sonra nima ona hukm qilmadi? O hadisni ishonchlik emas, sahih emas deb qaradi. Ammo İmam Abu Hanifa cho bu hadis ishonchlik deb shuni ona hukm qildi. O'zlab qolgan qo'yning tirisini ashlasa pak bo'ladi dedi. Ahmad Hanbal pak bo'lmaydi dedi. İxtilof chiqdimi? Sebebi ne bo'ldi? O hadisni birisi ishonchlik deb qaradi, birisi ishonchlik emas deb qaradi. Demak, delilninki ishonchlik bo'lish, bo'lmasligini e'tiborga olish bilan olimlarningki ijtihodida fatvosi uchun o'xshamaslik yuz berdi.
Üçüncüsü, olimlarning nazarida delilni hujjat emas deb qarash. Hujjat emas deb qarash. Bunda da nurg'unlagan misollar bor. Masalan, Hanefi mazhabda veli shart emas. Ona olsa acaba İmam Ebu Hanife eyyuma imra'atin nekahat bi gayri veliyin fe nikahuha batilun 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 degan bu hadisni bilmabdi. Bilibdi. Amma Qur'ondagi فلا تعضلوهن أن ينكحن إذا تراضوا بينهم degan bu oyatga asosan bu Qur'onning hukmiga asosan, ya'ni ular o'zi rozi bo'lsa, ularning nikohlashini to'smanglar degan bu oyatga asosan Qur'onda Alloh xuddi huquqni ayolning o'ziga bergandek ma'no chiqqachqa bu huquqqa tayinib turib, bu hadisni qanaqamagan delil deb ko'rsatmagan. Yana birisi shu hadisni rivoyat qilgan Oysha radhiyallohu anha inisi Abdurrahmonning qizini qada qilgan. Abdurrahmon yo'q vaqtda, safarga chiqayotgan vaqtida to'yni qilib bergan. Velilanmaydi ayol kishi. Shunday qilib qada qilib bergan, to'yni qilib bergan. Demak, Oysha radhiyallohu anha o'zi rivoyat qilgan hadisga o'zi amal qilmaganlikda bu hadisniki bir delil bulanmaslik bir sababi bor deb İmam Ebu Hanife bu hadisni qana qilgan, olmagan. Demak, olimlar shunga o'xshagan sabablar tufayli ma'lum delillarni qana qilmaydi, olmaydi. Endi yana bir ixtilofning yana bir cho'ng sababi qaysi desa, shu delilninki uqtiradigan ma'nosi va uni tushunishdagi ixtilof sababli ixtilof yuz beradi. Bayatdan Bani Qurayzaning hadisiga o'xshash masalan. Masalan, ma ya'ridu lid-dalil min awaridil adilla. Delilga sirtdan yuz beradigan ishlar tufayli. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda qulonlarni jenikinlargachilik qo'yinglar dedi shundaqo. Jenikinlargachilik degan gap bu arab tilidagi ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydakum ila al-marafiq. Shundaqo. Ila al-marafiq desak, ya'ni jenakni bilan qo'shab yuvish ketamdi yoki jenak qichuvsaq bo'lamdi. Demak, jenikinlar ila degan gap bizning uyg'ur tiliga o'xshamaydi masalan. Bu ham billa elishi mumkin yoki qopqishi mumkin. Bu hamda şu olimlarning ijtihodiga bag'liq. Ba'zilar deydi, bir jism bo'lsa, billa kirib ketadi, ilodan keyingi narsa, bilak bir narsa bo'lib qolsa kirmaydi deydi. Demak, bu shunga o'xshagan lafz o'xshash, lekin buningdagi tushuncha, dalolat qilgan ma'nosidan har xil tushuncha og'ili bo'lg'achqa, bu yerda ixtilof yuz beradi. Masalan, Alloh taolo va masahu bi ru'usikum, beshinglarga masih qilinglar dedi Alloh taolo. İmam Ebu Hanife beşinlarga dedi, tö'ning biri bo'lsa yetaylik deydi. İmam Ahmad Hanbal beşinlarga dedi, chuqum hammasiga masih qilishimiz kerak deydi. Alloh taolo ya hammasiga ya bir qismiga dedi. Beşinlarga masih qilinglar dedi. Demak, bu gapning o'zidan har xil hukm chiqish ehtimoli bormi yo'qmi? Albatta bor. İmam Shafiy 3 tal chach o'l olsa hisob deydi. Demak, 3 mazhabning fikricha bu shu masalada 3 xil. Hanafiylar 4ning biri bo'lsa kifoya deydi. Hanbalilar chuqum kalining hammasiga masih qilish kerak deydi. Shafiy 3 tal chach qilib bo'lsa o'lsa bo'ldi deydi. Demak, bu mazhablar shunday har xil tushungan, bu bir Allohningki rahmati. Chunki shunday ixtilofga nima qildi bu? Qabul qildi ma lafzininki, oyatninki o'zimi. Al-xilaf fi dalalatil alfaz. Lafzininki dalolatidagi ixtiloflar tufayli. Masalan, Alloh taolo Qur'on Karimda wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Talaq qilingan ayollar o'zini 3 quru saqlasin dedi. Endi bu quru saqlasin dedi. Quru degan arab tilida ham hezni ko'rsatadi, ham hezdan poklanishni ko'rsatadi. Endi 3 poklikni dedimi, 3 hezni dedimi? Bu o'rtaq so'z bu. Bazı mezhep imamları bundan paklik maksat dese, bazı mezhep imamları bundan heyz maksat deydi. Demek, lafzi bir ama ma'nosi ikki xil bo'lg'achqa, bunun da bu mezhep alimlaridan keçiyor, hükmüçü har xil bo'ldi. Demek, bu lafzilarninki dalalati, ya'ni ma'nosining har xil bo'lish sabablikcha ixtilof kelib chiqqan. Al-xilaf fi tahqiq al-manat. Sababni bekitishda qada qiladi
ixtilof kelib chiqadi. Sababni bekitishda. Ma'lum bir hukmninki ma'lum bir sababi bo'ladi. Endi buning sababida ba'zi olimlar sababi ma'vo desa, ba'zi olimlar cho sababi ma'vo deb, buningda bu ixtilof chiqish ehtimoli cho ko'p. Endi biz bu ixtilofotlarga qanday qaraymiz? Masalan, ma'naki misoli bayda Bani Qurayzaninki vaqaligimi misol bo'la oladi. Bani Qurayzaninki. Undan boshqa nurg'unlagan masalalar. Masalan, payg'ambar sollallohu davrida igisi yo'q tugak kelib qolsa qanday qilamiz deb so'ragan vaqtida payg'ambar sollallohu degan quyvat, uni suyva o'tloqda o'zi yashaydi degan. Ammo Osman roziyallohu anhuning kelgan vaqtida Osman roziyallohu anhu tutib akilib, uni beqonlar egasiga qaytarib qo'ygan degan. Hukm o'xshamadi shundaqo. Nimishqa? Chunki sabab almashdi bu yerda. Ya'ni sabab qanaqada almashdi. Qaysi sabab? Payg'ambar sollallohu davrida kishilar eskilashmagan, nacharlashmagan vaqti. O tuguni kishilar yevaldigan, mandacho davr emas. Yevaldigan davr emas. Ammo Osman roziyallohu anhu davriga kelgan vaqtda kishilar musulmonlarningki ko'payish kengayishlar agishib, yangi musulmonlar kirdi. Tuzuk yaxshilanib planmagan ahvollar bo'lg'achqa, qo'bbasa, igisi yo'q tugaga kelib qolsa, yaylab qo'yversa, uni haqli o'ltirib akib yeb etish ehtimoli chu bor. Bu vaqtda igisi yo'q tugaga kelib qolsa, tutib akilib uni qanday qilinglar? Uni igisiga qaytarib qo'yinglar dedi. Demak, bu shu masalada ba'zi olimlar Rasululloh qo'yitinglar dedi. Qo'yitishimiz kerak desa deyalaydi. Yana ba'zi olimlar Rasulullohning so'zininki ruhiyatiga berib turib, boshqacha hukm berishi mumkin. Demak, sababni bekitishdagi ixtiloflar tufayli hukm uchun har xil bo'ladi. Endi biz qanday maydonda turamiz bu ixtiloflarga qarshi degan vaqtimizda, ya'ni ixtiloflarga qanday muomala qilamiz degan vaqtimizda adam ja'alihi sababan lin-nufra va niza. Biz ixtiloflarni da'talash va yomon ko'rishga sabab qilmaymiz. Shundaq ixtilof bo'lib qolsa, uni biz sabab deb qaramaymiz, ham sabab qilmaymiz. İctihat meselelerinde qarshi chiqqan odamni o'zini qabul qilamiz. Ya'ni ijtihodken, mesele ijtihodken, yangi bo'lgan mesele ekan, ijtihodken, uning ochiq dalil yo'q ekan, ammo olimlar ijtihod orqali birisi halol debdi, birisi harom debdi, birisi to'g'ri debdi, birisi xato debdi. Bunda qilgan bo'lsa, o'zimiz qanoatlanganini tutamiz. Qarshi tarafni-chi haqoratlamaymiz, sen butunlay sen ezib ketding demaymiz. Mening to'g'ri, men qanoatlanganim bu shu, ammo sening bu to'g'ri bo'lishi mumkin, ammo mening qanoatlanganim ma'vo deymiz. Adam tatabbu'ur ruxsat. Ruxsat izlamaymiz. Olimlar ixtiloflashgan bo'lsa, eng aslini bir tutayman deb, eng aslini-chi tutmaymiz. Balki eng haqiqatga yaqinni, eng qalbimiz qanoat topganicha tutamiz. Endi olimlar ixtiloflashgan bo'lsa-mu, al-musli bu vahid. İxtilof ko'p bo'lgan bo'lsa-mu, ammo shu ixtiloflarning ichidan birisining to'g'ri, qolganining xato. Alloh taolo ularni jazolamdi? Yo'q. Bir shart bilan, ya'ni shu ijtihod qilgan odam ijtihod darajasiga to'shgan bo'lsa, shundoq turib ijtihod qilib xato chiqib qolgan bo'lsa, Alloh taolo uni jazolash emas, ajr beradi. Chunki payg'ambar alayhisalom hadisda mujtahid ijtihod qilib xatolasa bir ajr, to'g'ri qilsa ikki ajr beriladi degan. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bizning bugungi darsimiz bu yerda oxirlashdi. Shundaqla madxal ilal fiqh al-islomiy degan darsimiz bu yerda oxirlashdi. Biz kelarki darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست